Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 10. bab. Muhammed Emin Bahadır Xan. 1. Üçtürpan Qal'asi. Aksi Muhammed Emin Bahadır Xanның Ostoniga hamdamchi lashkar chiqarishga ancha oldirmayotganligidan Malika Muhtaram Xonimning qattiq ichi puchib ketgan edi. Shu tapda uning qallasida halokatlik taqdiri qosh bilan kirpik orliqida qolgan Saidiya saltanatini Jo'ng'ar aqsuyaklarining tömür changilidan qutuldirib olishdan boshqa o'y xiyol yo'q edi. Akşam o aksi Muhammed Emin Bahadır Xanның ağçıları ötküzgen ziyapetten sılıkla özür eytip burunla yenip çıkkan edi. Gerçi uxlaş üçün burunla yetip algan bozmu Sultan İsmail Xan ve başka ordu erkanlarına bəgən vədisi kallısıga kirvelip közüge paqatla uyku kemmedi. Mamuk töşek bedeniga xuddi taş teklip attı. Şu esnada uyuqdaki bir neçə parça kitap onun közüge çeliqdi. O tünügün bu kitaplarını bir qor varaqlığan ve Əlişir Navayi'nin dastanlar toplami Xamsani bir chetga ayırıp qoygan edi. O Xamsani ilgirmi bir neçə qitim o'qigan edi. Mana bugunki bu zerikishlik tunda bu şahane eserini o'qib vaqtni o'tkazish istigida yana qo'liga oldida Şam yo'rqiga akilib, xohlagan bir betini maqsadsizla ochdi. Shu hamon Farhod Shirin dastonining marjondek qurdiri ko'z oldida namoyon bo'ldi. U bar ishtiyoqi bilan dastonni o'qishga boshladi. Dastondagi hayotlik bilan o'lim, yaxshilik bilan yomonlik, vafo ham sadoqatlik, go'zallik bilan razillik o'tirsidagi cho'nqur mazmunga ega falsafaviy qarashlar tasvirlangan misralar uni o'ziga jalb qildi. Dastonni ilgari o'qiganda diqqatini ancha tortamagan misralar manamdi uning ruhiy dunyosiga qaytadan ta'sir qilib, to'xtamay jaranglaydi. Shu tapda Malika Muhtaram Xonimning diqqati chechilib ketgan edi. Gerçi ko'zi kitobga tikilgan bo'lsa-mu, kallasida dastondagi hozirgi azoblik tuyg'ularga mos kelib qolgan bir necha misralar to'xtamay aks sada qaytaradi. Ki ey zolim sepihri kine perverd. Chiqarding ushbu hoki jismidin gard. Yashmisi ey adovat saqlag'uchi zolim palak. Bu topuğa aylangan jismimdin chang chiqirivatding-ku. Shu tapda Malika Muhtaram Xonimning ko'z oldida qip-qizil qon bilan bo'yalgan Saidiya zemini, qatma-qat qamalda qolgan ostona, Sultan İsmail Xonning yodab ketgan g'amkin chiroyi, Jo'ng'ar aqsuyaklarining lashkarlari bilan botirlarcha jang qilib, ona zeminni quchoqlab yotgan Bahadır Saidiya o'g'lonlarining jasadlari, tümenligen yav lashkarlarining otlarining tuyoqlari ostida payxon bo'lib titrayotgan ona tuproq birma-bir zahiri bo'ladi. Sultan İsmail Xon sarkarda Avazbek, Mirza Haydar Dug'lati ve başka sarkarda amirlarning umidga to'lgan ko'zlari o'ziga tikilib turgandek bilinib, nozik vujudi o'tqa tushgan qildek to'lg'inadi. Shahla ko'zlarida bir qavat yosh tomchilari lig'irlab qolgan bo'lib, kitobdagi xatlarni farq etolmay qolgan edi. Necha jonimga muncha kecha bo'g'ay, kecha jonimga muncha necha bo'g'ay. Boshimga ko'rki tunni keltiribsan, deman tunni qora kun keltiribsan. Yashmisi mening jinimga nim uchun buncha kecha bo'ldi? Bundaq kecha jinimga yana qanchalik bo'lar? Qora beshimga tunni keltirding. Tunni emas balki qora kunni keltirding. Shu tapda Navai Malika Muhtaram Xonimning azoblariga o'rtaqlashyotdi. Azoblik yurkiga tasalli beryotdi. Malika bilan tang hasratlik nido qiladi. Malika endi dastonni o'qishni davomlashtirolmadi.
Kallasıdaki gadirmaş tuyg'ular uni yana əslimilə qoyniga so'rab akatdi. Uning Uchturpan safari xeyla muvaffaqiyatli bo'ldi. Tunni tongga ulab yurib, yetib kelgan Malika Muhtaram xonimni aksi Uchturpan amiri Muhammad Emin Bahodir xon elchisi sifatida oldiga chiqib, katta hasham bilan kutib oldi. "Ey Muhtaram aka", dedi Malika Muhtaram xonim qisqala salom sahatdan keyin muddasini ochiqli aytib. "Meni oldilariga xon otam Sultan Ismoil xon oliylari yordam so'rashga avatdi. Bilmadim shu topda Ostonaning xayim xatarda qolganligidan xabarlari bormikin?" Jo'ng'ar Aqsuyaklari qo'shinining tasarrufimizga tap tatmasdan bostirib kelib, Ostonamizning bu so'g'isda hamla qilib turganligidan albatta xabarimiz bordir, dedi Muhammad Emin Bahodir xon tamkinlik bilan. Shu kunlarda biror xabar ololmaganligimiz uchun qanday qilishimizni bilmay turgan edik. Jang ahvoldan tafsiliy xabardor qilgaysiz. Ahvol to'liq xatarlik aka, dedi Malika Muhtaram xonim jang ahvolini qisqalab bayon qilgandan keyin. Ostona Jo'ng'ar Aqsuyaklari qo'shini bilan riyakor, munofiq ishon, oppoq xo'janing so'pilashganlarining qatma-qat muosirasida turmoqda. Men xon otamning elchisi sifatida oldingizga yordam so'rab keldim. Xon otam bilan o'tiranglardagi orazchiliklarni bir yonga cho'rib tashlab, Buyuk Saidiya saltanatini qutuldirib olishni a'lo bilgaysiz. Muhammad Emin Bahodir xon singlisining so'zlarini anglab bir oz qizardi. U Aqsuning tuyuqsizla qo'ldan ketganligini anglab, qattiq cho'chigan va ahvoldan tafsiliy xabar tepish uchun choparman mangdirgan edi. Choparmanlar uningga Shahzoda Babachaq Sultonning jangda yo o'q tegib eg'ir yaralanganligini, Qashqarning qo'ldan ketganligini, Jo'ng'ar qo'shinining sur hayvi bilan Ostonaga yurish qilganlik xabarini yetkazdi. Shu chaqda u o'zining bir tuman kishilik xillangan lashkari bilan Ostonaga hamdamda berishni o'ylagan bo'lsa-mu, birdilla to'xtab qolgan edi. Buningga Sultan Ismoil xonning hokimiyat beshiga chiqqandan keyin buyuk sanğunluq martabasini elib etib, lashkarlarini tortib olib, Uchturpandak kichikgina yurtning amirligiga tayinlaganligi sabab bo'lgan edi. Chunki Sultan Ismoil xon hokimiyat beshiga chiqqandan keyin ilgirki xon sultonlarning Saidiya tasarrufidagi cho'ng shahar yurtlarni yaqin qarindoshlariga suyurg'al qilib berish an'anasini buzib tashlab, qo'l ostidagi ishonchlik amirlarini muhim mansablarga qo'ygan edi. Shu sabablik Muhammad Emin Bahodir xonning Sultan Ismoil xonga xeyla cho'nqur qo'rsoq ko'pigi bor edi. Mana hozir Malika Muhtaram xonimning mushu ishlarga ishora qilib aytgan so'zlarini anglab, birdilla xijil bo'ldi. "Rost aysiz singlim", dedi Muhammad Emin Bahodir xon. "Hozir saltanatni qutqizib olish hammadan muhim. Qo'l ostimdagi bir tuman chavandoz hamdamga har qachon tayyor. Undaq bo'lsa, zinhor ta'xir qilib turmag'aysiz aka", dedi Malika Muhtaram xonim oldirtib. "Darhol otnayli. Ostonadagi sarkarda lashkarlarning uzoq bardoshlik berilishi basi mushkuldir. Vaqt so'zilib ketsa, ular ishonchisini yo'qotib qo'yishi mumkin. As-sabru miftahul farah", dedi Muhammad Emin xon salmoqliq bilan. Ma'nisi sabr xushalliqning oshquchidir degan gapkan. "Sabr qilg'aysiz singlim. Men 3 kun avval ahvolni bilib kelish uchun Ostonaga choparman mangdirgan. Odroqsanlik qilsak, texmi cho'ng ziyon tortib qolamiz. Yov lashkarlarining soni bizdan necha has ko'p ekan. Jangda o'zginimi bilganda ondan nusrat qozong'ili bo'ladi. Oyg'oqchilardan aniq bir ma'lumotga erishgandan keyin yo'lga chiqsaqmi kechikmaymiz. Ostona sepili egiz ham puxta. Qattiq mudofaada tursa, ya'ni yarim yilgacha bardoshlik berishi mumkin. Biz avval puxta tayyorlik ko'rib, atrofliq tadbir tuzib olaylik. Undaqda yana qanchalik saqlaymiz aka?"
so'rdi Malika Muhtaram xonim norozilik bilan. Az bo'lganda 4 kun, bo'lmasa bir hafta, dedi Muhammad Emin Badirxon. Uningcha yana 4-5 ming lashkar jug'ilib olamiz. Shuni esingizda tuting singlim. Biz bu navbat hamdamga borganda yovni mag'lub qilib chekindirishimizga bo'ladi-ki, zinhor mag'lub bo'lishimizga bo'lmaydi. Shunga lashkariy hozirliklarimiz intayin puxta bo'lishi kerak. Malika Muhtaram xonim bu o'rinliq sabab oldida ilojsiz kutishga majbur bo'ldi. Mana atdigan tong assa dal bir hafta bo'ladi. U bu bir necha kunni to'limi tasda o'tkazdi. Ostondagi xavfni, Saidiya xonligining halokatlik taqdirini, Sultan Ismoil xonning cheksiz umidga to'lgan ko'zlarini har qatim xiyoldan o'tkazganda vujudi ochiq o'rtanadi. Sharpiga o'rlashtirilgan turlik sorunlar zo'qini tatanmaydi. Og'ziga g'izo taom tetimaydi. Ammo aksining Uchturpan tavasidagi har qaysi yurt qishloqlarga berib jiddiy lashkar to'playotganligini ko'rib yana bir oz xotirjam bo'ladi. Biroq bu xotirjamligi ancha uzun davomlashmaydi. Tittitliq, xotirjamsizlik hamon uning vujudiga hukmron edi. Akam Ostoniga mangdirgan oyg'oqchilar nemishqa hozirgacha qaytib kelmaydigandu. Mushundaq quruqdan quruq kutiversak, fursatni qo'ldan berib qo'ymasmizmi, ha? Akam nimani o'ylayotgandir zodi. O xon Aktam Sultan Ismoil xonga texichil adovat saqlab, cho'ng ishlarga beparvolik qilyaptamdigandu. Ras hamdamchi lashkarlarning ko'p bo'g'ini albatta yaxshi. Ammo Ostondagi lashkarlar bardoshlik beralganmidi? Sarkarda Avazbek bilan Mirza Haydar Dug'lati qahirlik, Bahodir azimatlar bo'lsa-mu, jang tadbirlariga ancha pishiq emas ekan. Vodriha, rahmatlik Mirza Babaqbek janoblari hayot bo'lgan bo'lsa, bu sho'rliq taqdiriga qanmas edik. Balkim u tuzgan jang tadbirlari bilan yov lashkarlarini allaqachon chekindirgan, Saidiya tasarrufiga besib kirganligiga pushaymon qildirib etgan bo'lar edik. U rahmatlik lashkariy tadbir haqida yozayotgan risolasini tamomlashga ulgurgan bo'lsa-mu koshki. Ah, Tangrim, bu qora kunlardan qutulib ketishimizga o'zing madad bergaysan. Malika Muhtaram xonim ana ashunda xiyollar bilan amdila ko'zi uyquga ilinibdi. Bomdodga to'lgan azon ovozi anglandi. U darhol o'rnidan turdi-da, tarat ilib bomdod namozni o'qishga tutindi. Shu kunlarda Ostonining Jung'ar aqsuyaklarining lashkarlari tarafidan besilinganligiga bir necha kun bo'lganligidan G'aldonning Xo'ja Hidoyatullo Eshonni qo'rchoq xon qilib tiklab, Sultan Ismoil xonni asirga ilib, bola chaqalari bilan Iran Qaburg'aga ilib manganligidan Malika Muhtaram xonimning zinhor xabari yo'q edi. Ikkinchi, bugun Uchturpan amri Muhammad Emin Badirxonning amr sariyi kundigidan surlik tusagan edi. Çalıbula naştı qılıpla amr sariyiga kirib kelgan Malika Muhtaram xonim saraydagi cho'ng kichik amirlardan tatib, tördagi amirlik kursida o'tirgan aksi Muhammad Emin Badirxongacha xuddi ig'ir bir musibatga duchor bo'lgandek g'amkin o'tirganini ko'rib hayron qoldi. Saraydagi amirlar durida o'rinlardan turishib, Malika Muhtaram xonimga hurmat bildirishdi. "Keling, singlim," dedi Muhammad Emin Badirxon Malika Muhtaram xonimni o'ng tarafidagi bo'sh kursiga taklif qilib. "Nemish bo'ldi, aka? Ajab g'amkin ko'rinadi-ku." "Shum xabar, singlim, Ostoni qo'ldan ketibdi," dedi Muhammad Emin Badirxon o'pki degan holda. Shu hamon uning ko'zidan sirg'ib chiqqan ikki tomchi yosh mangzini bo'ylab yarishimliq yostivagan qoramtul soqollari orasiga singib ketdi. "Ostoni qo'ldan ketibdi?" Malika Muhtaram xonimning qallasida chaqmoq chaqqandek bo'lib, nozik qatti ochiq titridi. Topinidan kirgan bir sovuq iqim vujudini muzlatdi. Ko'z oldi bir necha daqiqa qorong'ulashdi.
u hushidan ketmaslik uchun kursining ikki tarafidagi maxmal qoplangan yonliqni mahkam qamollab tutib oldi. Ostonaga mangdirgan chaparmanlar bugun bomdod vaqti bilan qaytib keldi, dedi Muhammad Emin Badirxon hasratlik ovozda. Ular bag'anda ostona allaqachon qo'ldan ketgan ekan. Cungarlarning xoni G'aldan Xo'ja Hidoyatulloh Ishonni xon qilib tiklab, tag'am Sulton Ismoilxon olilarini bola chaqalari bilan nazarband qilib Eron Qoburg'aga qaytibdi. Bu xabar rostmi, aka? So'rdi Malika Muhtaram xonim toza ishonch qilolmay. Shaksiz rostdir. Ishonmasangiz ostonadan qochib chiqqan ovi amirlardan o'zingiz so'rab beqing. Malika aks ko'rsatgan tarafga nazarini ag'dirdi. Saroyning oyoq tarafida ostondagi bir qancha tuvan darajalik o'rda arkanlari beshini tuvan silishqinicha shumshib turishadi. Ular Muhammad Emin Badirxonning gapini anglab, o'rinlaridan turishdida oldiga bir necha qadam chiqib, Malika Muhtaram xonimga salom berdi. Sarkarda Malik Muhtaram xonim olilariga salom. Chidg'usiz ochiq paket Malikaning vujudini larziga soldi. İç-içidan bulduqlab chiqqan nadomat yeshi ko'zlaridan yomg'ir bo'lib to'kildi. Aytinglarchu, ey amirlar, ostona qandoq bo'lib shuncha oson qo'ldan ketdi? Amirlar ostonaning qo'ldan ketish sababini begunoh ostona xalqining qandoq fojialik qismatlarga duchor bo'lganligini bir-birlab so'zlab berishdi. Yana nimaga qarab turamiz, aka? Dedi Malika Muhtaram xonim. Uchtirpan lashkarlarini darhol otlantirayli. G'aldan degan mal'unning qo'lidan xon otamni qutuldirib olayli. Bunda qaramliq qilishqa zinhor bo'lmas, dedi Muhammad Emin Badirxon hasratlangan holda. Shu topda ashu Jungar aqsuvaklarining qo'lidan tag'am Sulton Ismoilxonni qutuldirib chiqishni bakmo arzu qilaman. Ammo G'aldanning 70 mingdan ortiq xillangan otliq lashkariga qo'limizdagi bir tuman lashkar bilan taqabul turimiz desak, to'liq ozroq sonliq qilgan bo'lamiz. O çağda tağam Sultan Ismoilxonni qutuldirib olish u yoqda tursin. Balkim jeniga zamin bo'lishimiz hamda qo'limizdagi ashu ozg'ina lashkarlardan ayrilganni ozdab, butkul Saidiya tasarrufida puttasab turg'udak joymo topolmasligimiz mumkin. Bu nima deganlari aka? Dedi Malika Muhtaram xonim g'azabdan bo'g'ilgan holda. Shu topda uning kallasida Sultan Ismoilxonni qutuldirib olishdan boshqa hech qanday o'y xayol yo'q edi. Demakchimanki, dedi Muhammad Emin Badirxon singlisiga sabrchanlik bilan tushundirib. Biz tag'amni qutuldirish uchun G'aldanning oldini to'sadigan bo'lsak, u Hajjoj tag'amni bola chaqalari bilan qatl qilib tashlashi mumkin. Uningdan boshqa bizning lashkarlarimiz bakmi oz. Bu ahvolimizda uning bilan tutishadigan bo'lsak, tuxumni zo'rlab toshqa urgan bo'lamiz. G'aldan hozir Uchtirpanni kichik yurt ko'rib, ham o'z saltanatiga qarshilik ko'rsatib turayotgan xalqa Mo'ng'ullaridan ansirab, Jung'ariyaga qaytishga oldirayotdi. Bu yerdagi xalqa Mo'ng'ullari degani tashqi Mo'ng'uliya Mo'ng'ullarini ko'rsatdi debdi. Mushundaq ahvolda uning bilan tirkashsak, Uchtirpannimi qo'ldan berib qo'yimizda, bosh sig'dirolg'udak ziminimiz qolmaydi. Shunga aldiraqsanlik qilmay, aql farosatimiz bilan ish ko'rgaymiz. Aksining o'rinliq muloyizasi Malika Muhtaram xonimni bir oz qoyil qildi. Amsa ulug' baboi ajdodlarimizdan qolgan bu buyuk saltanatni qarab turib yotlarga tashlab beramdiq aka, dedi Malika Muhtaram xonim bu rahimsiz reallikqa anchadan bag'isi kelmay. Yo'q, jenim tenimdil bo'ladi ekan, hargiz undaq bo'lmaydi, dedi Muhammad Emin Badirxon qasam ichgandak tishlarini g'o'chiriltib turib. Ammo bir mezgil fursat kutmaymi, amalimiz yo'q. Xo'ja Hidoyatulloh Ishon garchi
Cungarlarning homiliqida saltanat tizginini qo'liga ola olgan bo'lsa-mu, ammo uning ishon xonliqini faqat o'z sulkidagi murid muxlislar qo'llaydi. Butkul Saidiya tasarrufidagi oddiy raiyat, yanıla Saidiya jamiyatidagilarning xon sulton bo'lishini umid qiladi. Şuna biz avval aşu oddiy avamni qo'zg'atamiz. Avamning haqiqiy qo'llashiga erishgandan keyin, ondan Xo'ja Hidoyatulloh ishonning qo'lidan saltanatni qaytarib olamiz. Ey muhtaram singlim, ey janobi amirlar, buyuk Saidiya saltanatini qaytadan asliga keltirish uchun hozirdan boshlab puxta tayyorlik ko'rgaymiz. Mulkiy amirlar uzuq-tuduq, qurol-yarog' hozirliklariga bugundan boshlab tayyorlik ko'rgay. Sipah baglar, sarkardilar lashkarlarni qattiq mashqlantirib, yangidan qabul qilingan lashkarlarga jangbozlik mahoratini puxta o'rgatgay. Bir oyga yetmagan vaqt ichida Uchturpan qal'asi Qo'rchoq xon Oppoq xo'jaga qarshi kuchlarning to'plashadigan makoniga aylandi. Ostona Jumg'ar aqsuyaklarining qo'liga o'tib ketgandan keyin Oppoq xo'janing so'pilashganlari Xufiya paydoqchilardan qochib, mukinilib aman qolgan bir qism amir sulki Saqiya muridlari orqa-orqadan Uchturpanga kelib jam bo'ldi-da, Muhammad Emin Botir xonni ostonaga jazo yurishi qilib, Xo'ja Hidoyatulloh ishonni yo'qotib, buyuk Saidiya saltanatini qaytadan qo'lga olishga da'vat qildi. Bir mezgil to'liq tushkun holatda turgan Malika Muhtaram xonimmi mana endi qaytadan jonlanib qolgan edi. U akasidan talab qilib, yangidan qabul qilingan 4000 lashkarga o'qiya etish mahoratini mashq qildirishga kirishgan edi. To'liq ishonchga to'lgan Muhammad Emin Botir xon bo'lsa, Saidiya tasarrufidagi har qaysi yurtlarga, bo'libmi Qashqar, Yakan, Xotanlarga ishonchlik odamlarni va panohlik tilab kelgan bir qism amirlarni mangdirib, Xo'ja Hidoyatulloh ishonga qarshi kuch tashkillashga kirishib ketgan edi. Shunda qilib bir qish tinch aman o'tib ketdi.